YouTube'ga qo'ysa katta prosmotr yig'adi degan maqsadda o'zimizni mashinamizni sotishni boshladik. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Mana bu kraskasiga kelsak, kapalak, mana bu kapalak. Murda deydi. Komplekt, sele boshqa yangi olib qo'yganman, zavodskiy turtganman. Shpakolovga tegadigan do'stlar. Shpakolovga tegmasa yangi mashina deganman-da. Yangi qo'yib yuborganman. Qimmat letlarni qo'yib, hapisopkalarni chiroyli qilib qo'yganman. 4 eshigi shumka, mashinamiz 44 ming masofani bosib o'tgan, polik chexol. Polik tashlangan, chexol tayyor turibdi akalar. 4 eshigi shumka, 4 ta baloni yangi. 4 eshigi shumka akalar. Ana. Xo'p, mashinamizda 4 ta baloni yangi, akkumulyatorlari zo'r, yangi qo'yib qo'yganman mashinamizni ichlari akalar. Mashina o'zimda, dehqonda. Xo'p, mashinamiz arzon, nimaga arzon? Kraskasi bor. Shu oldin aytdim, eshik radnoyga aralashgan, tomida mashetlardan ekan, bir 10-15% kraskasi mana shu yerda. Mana shu yerda bag'iga o'tib ketmagan, tom butun, kakpolojni. Xo'p, ikkita stomkasida ham bo'lishi kerak. O'sha paytda endi esimdan chiqib ketgan. Mana bu yerda ham bo'lgan, yangi olganman, haydaganman, qiziqib bosganman, borib turtganman, ega. Petnochasi bor, mana shu yerda kichkinagina turtganman buni ham. Aytib o'taman. Mashetlarda ham bor. Xullas mashina mana shu yerdan pasi 100% deydigan bo'lsalaring, 30%, 35% ga javob beradi. Agar oldi eshikda radnoy qoldiradigan bo'lsak, bir 20-25% ga bitsalaring bo'ladi. Oldi eshigini armashganligini hisobiga kraska deydi ko'pchilik. Oldi eshigi zavodskiga armashgan ekanlar. Mashinamiz nomerlariga domenimiz beramiz. Mashinamiz qarab haydalgan. Yurish-turishlarida ishi yo'q akalar, yurishlari zo'r. Olasizlar akalar, ishni qilaverasizlar. 4 eshigi shumka. Buni minnat qilmayman, chunki o'zim uchun sozlab qo'yganman. Mashinamizning kolonkasi bor. Mana akalar. Mashinamizning kolonkalari bor. Xo'p, barlari qo'yilgan tepasi. Ventilyator telefon qo'yadigan shunday bonus akalar. Mashinamiz yili baland 2024-yil. Narxi nech pul akalar? Narxi nech pul? O'zim dehqonman, o'zimning nomimda. Narxi 5300 so'rayapman, ozmoz kami ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 88 kodi bilan 650 220. Manzil qayerda degan akalarimizga, manzil Dang'ara tumani. Mulkobod savxozdan syomkamizni qildik, mana YouTube'ga qo'yishni boshladik. Mashinamizning ramalari, qolgan jo'tlari chotki akalar. Shunday olasizlar, tepaga ko'tarsalaring, ustani ko'taradiganni ramasi butun, bir tomchi kraskasi o'tmagan ichiga chotki akalar. Narxi nech pul deganlarga 5300 so'rayapmiz. Oz-moz kami ham bor. Mashina dehqondan, o'zimning nomimda. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Liboy dokumentini qilib beraman. Laboy ham bor. 2025 kraskasi toza, ikkita qirilgani bor, qolgan jo'tida aybi yo'q, propani bor. 12,5 masofani bosib o'tgan. Ichiga keladigan bo'lsak, ichlari tomlari chiroyli qoraytirib o'ralgan, ashpalari o'ralgan, chexoli bo'lgan, poliga ham qilingan, poliga ham tashlangan. Qimmat ledlar qo'yilgan akalar. Ikkoviga ham 270 ming, 250 mingdan ledlar qo'yganman. Abisopkalarini chiroyli qilib qo'yib qo'yganman. Mashina chotki. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mashinani ochirib ko'rsating deganlarga. Mana akalar, mashinamiz chotki. Bir qo'l. Ikkovi ham bir qo'l. Ikkovini ham o'zim haydaganman. Gapimga javob beraman. Bu 40-50% ga javob beradi. Shu 40-50% kelib ko'rsatib olaverasizlar bo'slarga. Bunisi esa radnoy akalar. Kraskasi toza. Mashina oldik, Cobaltga pul berishimiz kerak, gapni ochig'i. O'zida ham bitta radnistasi bor, shuni ham qo'yamiz. Kesalaring ustida gaplashamiz akalar. Kimga ma'qul kelsa, kelaverasizlar. Like asla tashlayveraman.